Assalomu alaykum. Mana Shapskiga keldik. Shapski. Bu pritsep qarang endi uzunligini. Ya 100 tonnada. 100 tonna. Havo ayetdi. Shunda kelib hozir maytdan turpoq yuklaymiz ekanda men hayron qolyapman. Toshlik o'zi gryaz yuklashimiz kerak. Bu turpoq bu. Mana kabinasi. Shapskidan mana qizg'in ish ketyapti bu yerlarda ham. Ana baylayapti uni ham yuklab olibdi уже. Yaxshi. Mayda ham ko'ylagan ekan. Nima bo'pti? Nima edi? Turpoq chiqqan ekan to'xtatib qo'yibdi mana. Bunday gaplar mana Shapski endi bilasizlar, onasi bir 2 metrlar mana o'zi ko'rinib turibdi-yu. 2 metrlar turpoq ekanda, keyin past уже polni tosh ekan. Lekin narigilar polnosti boshidan oxirigacha nima ekan bo'ldi. Shunaqa joylar mana. Mana yerdan tuproq chiqib ketgan mana. Nima gaplar? Asr o'qib qolibdi, asrda o'qib olgan.